Tasavvur qil, jigar, sen o'qishga kirding. Bo'ldi, tugadi hammasi. Kechalarni uxlamasdan o'tkazganlaring, ko'rgan qiyinchiliklaring, apirish chiqarmagan, bipirish chiqarmagan deb kutganlaring, o'qituvchilarning dakkilar, tarsakilar yeganlaring, hamma qiyinchiliklaring tugadi, bo'ldi. Orqangga bunday qaraysan-da, bo'ldi, o'tib oldimmi deysa, saytlar qotib qoladi. Mandat ko'radigan sayt qotib qoladi. Mandatingga shunday qaraysan, nima degan yozib o'tiradi inshaalloh? Nima degan yozib o'tiradi? Grant asosida talabalarga tavsiya etildi. Ko'rib turgan har bittangizga talabalik baxti nasib qilsin. Abituriyent degan yoqimsiz yelkalaringdagi yukni talaba degan, student degan statusga o'zgartiringlar. Sizlarga g'araz, niyat bilan qarab, kira olmasin deganlarim chetdan bunday qaraydi-da. Eplabdi-da, mazgi deb shunaqangi mazza qilasizlar. Dunyodagi eng qimmat nashalari ham qo'pol qilib aytganda, bunaqa kayfni bermaydi jigarlar. Uylaringda qo'ylar so'yilgan, Bazmu Jamshid, hamma qarindoshlar yig'ilgan. Student, tabriklaymiz. Ishoninglar, tug'ilgan kunlaringni ham buncha ko'pchilik tabriklamaydi. Tabrik. Endi omadingiz bersa omadingizda. Havas qildik, sizga havas qilib bolalarimizni o'qityapmiz. O shunaqangi shirin, shunaqangi yurakka yoqadigan gaplar. Orqaga bunday qarab qo'yasan-da. Disa, xo'p degan. Muvaffaqiyat deydi homilador ayolga o'xshaydi deydi. Ya'ni kim sen taksko'z paytlaringda, homiladorlik bo'lib yurgan paytda qanaqa beling og'rigan, qanaqa qiyinchilik ko'rgansan, qanaqangi taksko'z bo'lgansan, hech kimda shu yo'q. Tuqqanidan keyin otasiga o'xshar ekan, buncha shirin bolacha mazza qutulib oldingizmi? Men bilaman hozir qanaqangi homilador ayollarda qo'pol qilib aytganda qanday o'xshatish bo'ldi. Qiynalib yurganingizni. Har bittangiz bilaman qanaqa qiyinchiliklar, testlardan kam chiqib, sertifikatlarda muvaffaqiyatsizliklar, ustozlarning baqirishlari, atrofdagi insonlar. Lekinchi, bu sizda, uddalaysizda. Chunkichi, siz Allohdan so'rayapsizda. Bu video aynan sizdan chiqqani ham bejizga emas-da. Abituriyent do'stlarga yuborib qo'yasiz, inshaalloh. Shu videom bilan eslaringda qolishimga